Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bizning kanalimizni kuzatib boruvchi bizni obunachilarimiz va kanalimizda obuna bo'lmasdan kuzatib borayotgan muxlislarimiz. Sizlarga hozir bitta iltimos, albatta hozir pauzaga qo'yib videoni like, podpiska va qo'ng'iroqchani bosib qo'yamiz. Bu narsa nima uchun muhim? Bu videoni qanchalik ko'proq odam ko'rishi uchun va shu boshqalarga ham foydasi tegishi uchun. Albatta buni bizga ham foydasi bor. Qanchalik ko'proq odam ko'rib bizga ish bo'yicha murojaat qilsa, biz ularni ishga olib kelib Germaniyaga ish bilan ta'minlash bilan shug'ullanamiz. Bugungi videoyimizda mavzusi, bu siz kutgan mavzusiz ham bo'ladi. Bizga murojaat qilayotganlarda juda ko'pchiligi bu haqda bizga savol berishadi. Yevropada yurganlarda ham juda ko'pchiliklari bizga bu mavzuda murojaat qilib kelishadi har doim. Bu Polsha, Latviya, Litva, Estoniya, Slovakiya, Bolgariyaga kelib turib Germaniyaga ishga o'tish. Buni ilojisi bormi? Qanday qilib o'tsa bo'ladi? Mana bu aka ishlab yuribdi-ku. Nimaga men ishlay olmayman? Borib ishlasam bo'ladimi? Schengen-ku, o'tadi-ku vizam deb bizga savol beradigan akalarimiz, opalarimiz uchun bu videoni bizda chiqardik. Siz agarda Polsha, Latviya, Litva, Bolgariya va shu kabi Yevropa davlatlariga, Yevropa ittifoqiga kirgan davlatlarga ishlashga kelgan bo'lsangiz, qanday qilib Germaniyaga o'tishingiz mumkin? O'tsam bo'ladimi deganlarda barchasiga javobi ha. O'tsangiz bo'ladi, faqat videoni oxirigacha kuzatib boring. Biz oxirida qanaqa qilib o'tish mumkinligini aytamiz. Agarda siz mana misol qiling, Polshaga, Latviyaga, Litvaga viza oldingizda, Bolgariyaga har xil viza, ularga viza olish oson, har xil turdagi vizalari bor. Siz viza olib turib ularga keldingiz, ulardan VNJsini, karta pobutani oldingizda Germaniyaga to'g'ridan-to'g'ri keldingiz ishga. Ha, siz Germaniyada noqonuniy ishlarda ishlashingiz mumkin. Sizni hech kim Germaniyada qonuniy ishga olmaydi. Bu nima degani? Bu degani siz hech qanday qonuniy jihatdan himoyalanmagansiz. Qo'lingizda mehnat shartnomasi yo'q. Sizga strafovkaga pul to'langani yo'q, sug'urtaga. Siz agar kasal bo'lsangiz, faqat pulli davolanishingiz mumkin Germaniyada. Agar o'shanda ham anmelduningiz bo'lsa, Germaniyada ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, pulli davolanishingiz mumkin. Bunaqa holatlarda agarda ish beruvchingiz sizga oyligingizni bermasa yoki ishni bitkazganidan keyin qurilish sohalarida hozirgi holatlarda oxirgi paytlarda ko'p bo'lyapti. Germaniyada ham odamlar yashaydi, bular ham pulni qanaqa qilib ekonom qilib, vijdonsizlari ham bor, vijdonlilari ham bor. Hamma joyda odam bir xil, 5 qo'l barobar bas. Yaxshilari ham bor, yomonlari ham bor. Birorta yomoniga uchrab qolgan bo'lsangiz yoki boshqa bir yomon millatli birortasiga uchrab qolgan bo'lsangiz, siz nima qilishingiz mumkin? Hech nima qila olmaysiz. Siz huquqan, qonunan himoyalanmagansiz hech qanaqasiga. Sizni ishdan bo'shatib ham yuborish mumkin, bemalol oyliklaringizni bermay qo'yish ham mumkin. Siz Germaniyada yashay olasiz, Germaniyada yura olasiz, shunaqa joylarda ishlashingiz ham mumkin, lekin siz qonunan nelegalsiz. Unlegal deydi nemislar. Shunaqa tomoni bor. Bu bitta Polshaga yoki Latviya, Litva davlatiga kelganlarga oid emas. Bu barcha Yevropa ittifoqi davlatlariga, siz xohlagan davlatingizga, Germaniyadan boshqa xohlagan davlatingizga ishga kelishingiz mumkin, lekin siz Germaniyaga to'g'ridan-to'g'ri hujjat qilmasdan, ishchi vizasini olmasdan ishga o'tmoqchi bo'lsangiz, siz Germaniyada unlegal, ya'ni nolegal hisoblanasiz. Siz Germaniyada agarda qonuniy ishlashni xohlasangiz, bu barcha davlatlar orqali ham viza qilib kelishingiz mumkin. Keyin yana bitta narsasi. Hozirgi kunda ko'pchilik Polsha, Latviya, Litva kompaniyalari komandirovочный qilib jo'natishyapti ishchilarga ishlashga Germaniyaga. U holatda ham siz qonunan Germaniyada himoyalanmagansiz. Bu holatda ham sizning oyligingizni masalan Latviya, Litva yoki Polsha kompaniyasi to'laydi. Bunaqa holatlar maksimum 3 oygacha ishlashingiz mumkin. Undan ko'ra siz Germaniyaga to'g'ridan-to'g'ri viza qilib kelishingiz mumkin. Hozir videoda ozgina turib men furachi akalarimizga zo'r bitta sxemani o'rgataman Germaniyaga ishga kelishdi. Endi qolgan boshqa barcha holatlarda siz albatta Germaniyaga viza olib kelishingiz kerak. Siz mana Polshada ishlayapsiz, Latviyada ishlayapsiz, qonunan ishlashga harakat qiling. Endi haligi nima deydi? Guide deydi inglizchasiga, qo'llanma o'zbekchasiga. Men sizlarga hozir qo'llanma aytaman. Qanday qilib qonunan Polsha, Latviya, Litva, Bolgariyaga ishga kelib turib, Germaniyaga osonroq o'tish mumkin bo'lgan yo'lini o'rgataman. Buning uchun siz masalan
mayli o'sha 3 oygami, 1 haftagami, 2 haftagami siz Germaniyaga kelib ish beruvchi bilan gaplashib ketdingiz. Ish beruvchi sizni olishga rozi bo'ldi. Sizga mehnat shartnomasi berishga rozi bo'ldi. Siz ish beruvchidan mehnat shartnomasini olingda o'zingizni kelgan davlatingizga qaytib keting. Polshaga, Latviyaga, Litvaga, Bolgariyaga, qaysi davlatga bo'lsa ham qaytib ketingda u yerda turib bizga murojaat qiling. Bizga murojaat qilasiz, biz qanaqa hujjatlar kerakligini biz sizga aytamiz, biz siz bilan birga hujjat tayyorlaymiz va albatta ozgina bo'lsa ham nemis tilini o'rganishingiz uchun onlayn kurslarimiz bor, o'shalarda ham o'qib turishingiz mumkin. Viza hujjatlaringizni tayyorlayotgan paytimizda 2-3 oy baribir vaqt ketadi, o'shanga tayyorlanib turishingiz mumkin. Mehnat shartnomangiz bilan bizga aloqaga chiqsangiz, qo'lingizda tayyor mehnat shartnomasi bilan biz sizga Germaniyaga o'tishingizga yordam beramiz. Unda ham Polshadagi Germaniya elchixonasiga yoki Latviyadagi yo Litvadagi, Bolgariyadagi Germaniya elchixonasiga navbat olib, termin olib, hujjat topshirishingiz kerak. Chunki boshqa Yevropa davlatlariga berilgan ishchi viza, D vizasini turlari faqatgina o'sha davlatlarda ichigagina o'tadi. U sizga butun Yevropada ishlash huquqini bermaydi. Blue card egalari bundan mustasno. Blue card egalarigina faqatgina Blue card egalari. Bu Blue card vizasini olish juda qiyin. Ular butun Yevropa bo'yicha 22 oy ishlab bergandan keyin ishlashlari mumkin. Bemalol yurishlari mumkin Yevropaning ichida. Shunaqa turlari ham bor. Endi bu juda kuchli mutaxassislarga. Biz oddiy ishchilar haqida gaplashyapmiz. Agar siz oddiy ishchi bo'lsangiz, xuddi shu jarayondan o'tib barcha hujjatlarni topshirib, Germaniya elchixonasiga hujjatlaringizni topshirganingizdan keyin, agarda sizda Yevropada ofitsialniy ish stajingiz bo'lsa, ofitsialniy Yevropa hujjatlari sizni qo'lingizda bo'lsa, ko'p holatlarda elchixona til so'ramaydi. Mana sizning yutug'ingiz. Lekin ish beruvchi til so'rashi mumkin. O'shaning uchun o'zingiz ish beruvchi, o'zingizga ma'qul tushadigan ish beruvchi topib ketsangiz, u bilan kelishib Google tarjimon orqali gaplashasizmi, Yandex tarjimon orqali gaplashasizmi, nima qilib bo'lsa ham, yo bo'lmasam rus tilidagi ish beruvchi topasizmi, shularni topib ketsangiz, siz albatta Germaniya elchixonasiga masalan xat qilib bersa, hujjatlaringiz to'g'ri tushsa, ish stajingizda masalan tasdiqlovchi hujjatlaringiz bo'lsa Yevropadagi, siz bemalol Yevropaga til bilmasdan shu holatda ishga o'tsangiz bo'ladi. Polsha, Latviya, Litva, Bolgariya orqali ishga kelishni yo'li deganda shuni tushunishlaringizni so'rab qolamiz. Chunki aynan shu narsa katta yordam beradi. Boshqa kelingan har qanaqa yo'l bilan siz Germaniyaga kelgan yo'lingiz noqonuniy hisoblanadi. Siz Germaniyada ishlashga haqqingiz yo'q. Sizga Polshaning vizasi berildi, Polshaning VNJsi berildi, Latviya, Litvaning VNJsi berildi degani, bu sizda Germaniyaga ishlashga haqqingiz bor degani emas. Hattoki ahamiyat bering. Mana sizlarga hozir bitta narsa aytaman. Polsha fuqarolari ham, Latviya, Litva, Estoniya, Bolgariya fuqarolari ham Germaniyada ishlashlari uchun maxsus ruxsatnoma olishadi. To'g'ridan to'g'ri Germaniyaga kelib ular ham ishlasha olmaydi. Ularga ham maxsus ruxsatnoma kerak. Ular ham shu ruxsatnomani olishadi. Endi ularnikini olish jarayoni juda oson. 2 haftaning ichida olishadi ular. Sizlar esa agar Yevropa davlatlari orqali Germaniyaga ishga o'tmoqchi bo'lsangiz, Yevropaga ishlayotgan bo'lsangiz, tajribangiz bo'lsa, sizdan 2 oy vaqt ketadi. Uzog'i 2 oyning ichida siz Germaniyaga qonuniy o'tasiz. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring, Germaniyada xavfsirab noqonuniy ishlab yurganingizdan ko'ra, sizda Germaniyaga ozgina harakat qilib, hujjatlarni to'g'rilab, qonuniy o'tib olganingiz ma'qul-ku. O'zbekistondan turib ham sizga agar va'dalar berib, Polshadan Germaniyaga o'tkazib yuboramiz, через polskiy firma ishlaysiz, unaqa bunaqa degan gaplarni aytayotganlarga ham ko'p ishonavermang. Bularning hammasi o'tmishda qolyapti. 1-yanvardan boshlab yangi qonunlar qabul qilinyapti Germaniyada va ish beruvchilarni, ishchilarni emas, ish beruvchilarni juda qattiq tekshirishyapti. Ko'pchilik unaqa ishchilardan отказ qilishyapti. Plus sizni ham Germaniyada hozir tekshiruvlar qattiq ketyapti. Ko'chada masalan tekshirib qolsa, O'zbekistonga deportatsiya. O'zbekistonga jo'natib yuboradi. Shu narsa kerakmi? 5 yil keyin 10 yilga zapret qo'yishi mumkin sizga. Agar shu narsalardan qo'rqmasdan yashayman desangiz, u o'zingizni xavfga solib, qonuniy jihatdan bola chaqangizni birinchidan olib kela olmaysiz bunaqa holatlar bilan. Undan ko'ra tinchginasi qonuniy kelish. Endi haydovchilar uchun gayd. O'zbekiston haydovchilik guvohnomasi Germaniyada o'tmaydi. To'g'ridan to'g'ri o'tmaydi. Ular Germaniyaga kelgandan keyin barcha haydovchilar
alohida o'qib, yana Germaniya haydovchilik guvohnomasini olishadi. Bu uchun sizga nemis tilini bilishingiz kerak. Endi qo'llanma. Agarda siz Polshaga, Latviyaga, Litvaga kelgan bo'lsangiz, ular bilan O'zbekistonda kelishuvi bor. Siz haydovchilik guvohnomangizni C kategoriya, BC kategoriyani siz 2 haftada almashtirib olsangiz bo'ladi. To'g'ri, bunga pul ketadi, lekin o'shani almashtirib olsangiz, sizda Germaniyani xohlagan juda ko'p firmalari til bilmasangiz ham Yevropa pravasi bilan, Yevropa haydovchilik guvohnomasi 95 kodlari bilan sizni Germaniyaga ishga til bilmasdan turib ham olishadi. Agarda kim Polsha, Latviya, Litva, Bolgariya shu Yevropa davlatlarida LKV haydovchisi, ya'ni fura haydovchisi bo'lib ishlab yurgan bo'lsanglar, agarda sizlarda Yevropa pravasi bo'lsa yoki Yevropa pravasini olish niyatingiz bo'lsa, 95 kodini olish niyatingiz bo'lsa, bizga murojaat qilinglar. Bizada sizlarga mos bo'lgan vakansiyalarimiz bor. Tilni bilish shart emas. Rus tili, ingliz tili, nemis tili, polyak tili, xohlagan shu tillardan 4 tadan bittasini bilsangiz bo'ldi. Bemalol ishlayverasiz Germaniyada. To'g'ridan to'g'ri ish taklifi, qonuniy ish taklifi. Через polskiy firma, bunaqa firma orqali emas, germaniyalik ish beruvchi bilan to'g'ridan to'g'ri shartnoma. Bunaqa takliflar kamdan kam bo'ladi. Endi o'ylashingiz mumkin, men o'zim ham topib olaveraman, bunaqa deb, lekin o'zingiz topganingiz bilan hujjatingizni kim qilib beradi? Agar o'zingiz topgan taqdiringizda ham hujjatingizni qilib berishi uchun bizga murojaat qilsangiz, u tomoniga ham ishlashga rozimiz, hamkorlikka hamisha tayyormiz. Alman Building o'quv kurslarida o'qishingizni so'rab qolamiz. Agarda kim xohlasa, hozir bizada chegirmalar bor. 1,5 million so'mga 6 oylik kursimizni sotib olishingiz mumkin. Bu o'zimizda reklamamiz. Agar yana kim Germaniyaga sug'urta qildirmoqchi bo'lsa, bizga murojaat qilishlaringiz mumkin. Sug'urta takliflarimiz ham bor. Ajoyibdan ajoyib Barmer orqali sug'urta qilib beramiz. Barmer Germaniyadagi eng yaxshi sug'urta kompaniyalaridan bittasi hisoblanadi. Agarda siz Polshaga ham agar haydovchilikka kelmoqchi bo'lsangiz, fura haydashga, unga ham takliflarimiz bor. Bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz Polsha bilan ham ishlaymiz. Qanaqa holatda ishlaymiz? Ularda bizdagi Germaniyadagi hamkorlarimizda Polshada filiallari bor. O'shalar orqali ham biz ishlaymiz. Kanalimizga obuna bo'lishni, like bosishni unutmang. Barcha eng ko'p berayotgan savollaringizga javob. Bizga Germaniyaga ishga kelish yoshi 45 yosh. 45 yoshdan kattalarga uzr, biz sizlar bilan shartnoma tuza olmaymiz. Sizni biz Germaniyaga ishga olib kela olmaymiz. Bu bizni barcha vakansiyalarımizga tegishli. Barcha vakansiyalarimizdagi yosh chegarasi 45 yosh. Undan kattasini biz ola olmaymiz. Shunisini to'g'ri tushunishlaringizni so'rab qolamiz. Sizlar bilan Alman Visum kompaniyasini vizalar bo'yicha yetakchi mutaxassisi G'anishir Sagdullayev bo'ldi.